Assalomu alaykum aka-ukalarimiz, obunachilarimiz. Xudo xolasa ukamizni joyiga keldik. Kotletka, endi kotletdik bellari. Bir qator urug'chilik bo'lib kelsin. Malarkasini aytib bo'lgandan keyin o'ptiramiz dedik. Xudo xolasa hozir ikkinchi qatam uramiz. Xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Laqlagan jarlarni xudo xolasa qo'yib kuzatib o'tamiz. Yana bir xonamiz ham bor. Xudo xolasa bu yerni malarkada uj bilashtirib bo'lgan beri pollarni. Xolasa bellarni ham chiroylatib oqartirib tuzib beramiz. Xudo xolasa laqlagandan keyin bir qator qo'yib kuzatamiz. Taxtalarimizni suv pashti bittasi allamlar qilgan bellar. Buni ertaga uramiz. Xudo xolasa hozir yuvib siladi.